suv berib yuboring inson. Daq etib qo'ygan stolga. Chort dedim, 3 marta povod qidirdim, nega gapira olmading? Qotmacha oddiy bola urib uxlatib qo'ya olmaydi, hech qachon. O'zbekning 100% pastga tortar ekanda. Baribir endi yoshlikdan duh bo'lib tug'ilgan bo'lsa, yoshlikdan duh bo'lib o'ssa, tanani foydasi yo'q-da, misol uchun. U sizni tanimaydimi? Muomala qilgisi kelmaydi. Salom, Aliyoq qilgisi kelmaydi. O'qiraveradi. Bo'ldi. Muomala yo'q. Fitness bilan bodybuilding degan sport turi gapirishni o'zi zapret bo'lgan ekan. Chiqadi, erkak bo'lsa chiqadi. Testosteronni ko'tarishga o'zi ko'p narsa marketing. Real masalan rasmiy. O'zingiz hayotingizdan kelib chiqib aytdim, turnik o'stirdim. O'limni o'ylab chiqmasa endi bilmadim, boshqa narsa nimadan chiqadi endi. Assalomu alaykum. Navbatdagi sonimizda ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi mehmonimiz sport bilan professional darajada shug'ullanganda ham shu sportning aynan tosh ko'tarish, ya'ni bodybuilding yoki og'ir atletika desak ham to'g'ri bo'ladi, menimcha. Mehmonimiz Abdulloh aka bo'ladilar. Assalomu alaykum Abdulloh aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Rahmat, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Hop, bugungi ko'rsatuvimizdagi ko'rib turganingizdan juda ham xursandmiz. Avvalo tashrif buyurganingiz uchun vaqt ajratib kattakon rahmat. Endi qisqacha o'zingiz haqingizda ma'lumot berib o'tsangiz, kimsiz, qanchadan beri shug'ullanasiz, sizni tanimagan, bilmaganlar uchun. Ismim Abdulloh. 3 yildan beri fitness bodybuilding sporti bilan shug'ullanaman. Bu yil 2026-yilda respublika bo'yicha men's fizik kategoriyasida 3-o'rinni oldim. Hozirda fitness zalida trener bo'lib ishlayman. Rezultatli shogirdlarimiz bor. Aslida shu ozdirish, ortiqcha vazn tashlash va suxoy mishni massa yig'ish. Shular bilan shug'ullanamiz. Mana borsam bo'lar ekan. Ha, senga Ortiqcha vazn yetarli-da. Menda keskin semirish bo'lgan menda. Nima deymiz endi? Bo'lmasa, sekin shu soha bo'yicha ozgina suhbat quramiz. Tajribalaringiz bilan xudo xolasa bo'lishasiz degan umiddamiz albatta. Hop, o'zi mana shu yo'nalishga keladigan bo'lsak, o'zi aynan nimaga bugungi kunda bu sport turi bilan shug'ullanyapsiz? Misol uchun ko'proq hozirgi kunda O'zbekistonda trendda boshqa nimalar bor? Boks bo'lishi mumkin, futbol va oxirgi jahon chempionatidan keyin sal ko'zga ko'rinib qoldi. Shaxmat va boshqa yo'nalishlar trenddagi nimalar bor, sport yo'nalishlari bor. Aynan bu yo'nalishni nega tanlagansiz? Nima sabab bo'lgan va nimasi bilan o'zi ushlab turadi sizni? Birinchidan tashqi ko'rinishingiz chiroyli, telosложение baribir odamga chiroyli ko'rinadi. Anaqa qilganingiz ham kiyimlar ham yarashib turadi. Keyin shaxmat bo'yicha hech qila olmayman, tasavvur qila olmayman o'zimni sohada. Bu sport bo'yicha. Urush turlari, boyovoy sportlar bo'yicha unda travmam bor. Почти 9 yilga yaqin rukopashnik bilan shug'ullanganman. O'zi yelkadan travma olib, yelkam sinishida chiqib ketganman bu sportdan. Hozirgi paytda shu 3 yildan beri, 2023-yildan beri shu sportdaman. Asosiy maqsad shu sog'lomlashtirish odamlarni. O'zimda tanani chiroyli qilish maqsadlar bor, oldimga qo'yilgan. Shu Shogirdlar qanaqa endi? Nechta chiqardingiz? Nima bo'lyapti? Qanaqa nima ko'proq ves olishga kelishadimi yo ortiqcha vazndan qutulishga kelishadimi? Qanaqa usullar orqali nima rezultatlarga olib chiqasiz? Menda hozir shogirdlar asosan ves tashlash bo'yicha ko'proq. Chunki hozirgi paytda ortiqcha vazn juda ham ko'payib ketdi. Ko'pchilikda o'tirib ishlanadigan ishlar, harakat kam bo'lib qolgan. O'shani hisobiga ko'proq ortiqcha vazn deganlarni ves tashlashga, to'g'ri ovqatlanish bilan cheklovsiz ozdiramiz demayman hech qachon. Cheklov bilan konkretniy mishni massaga качественный qilib chiqaradi. Hozir mana biz bir xil chiqib qoladi, ya'ni batga o'xshagan nimalar bor. Mana iching, menimcha ves tashlaysiz. Yo bir oyda menimcha tushib ketadi. Yoki bo'lmasa qaysidir trenerlar ham bor, balkim qo'shtirnoq ichidagi trenerlarimiz. Nerealniy rezultatlarni aytishadi, nimalar orqali unga erishadi. Shularga fikringiz qanaqa o'zi va o'rtacha ko'rsatkichlar qanaqa bo'lishi mumkin? Deylik, ortiqcha vazndan qutulishda. Aynan men o'zimni hozirgi faoliyatimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bir oyda 10 kilo, 12 kilogacha vazn tashlagan shogirdlarim bor. Lekin
bir xil odamlar olib chiqadi, 40 kilolab, 45 kilolab tashadi deb, endi undan xabarim yo'q, qanaqa tashattirishgan, nima qilishgan. Bir oy ichida balki 3 oy bordir, bilmadim-u. Endi ularning o'zini anaqasi. Menda именно shu bez farma, bez nichego, dajanu, dabavkalasiz. Kreatin, proteinlasiz. Bir oyda 12 kilogacha to'g'ri ovqatlanish bilan vazn tashlaganlar bor. O'zim mana shu oxirgi paytlarda juda trendga chiqib ketdi shu, kaloriyani o'lchash, to'g'ri ovqatlanish, ilovalar ham chiqib ketdi, ular bo'lib ketdi. Juda ham nima deydi? Aytmoqchimanki, o'zim mana shu to'g'ri ovqatlanib, vazn ko'paytirayotganda yoki vazn tashlayotganda to'g'ri ovqatlanishda bu muhim, to'g'ri. Lekin bir xilda chiqadiki, ximiya ichasan, qilasan, ularni ham aytgan. Nima aldama odamlarni, erishib bo'lmaydi faqat pitaniya bilan. To'g'risini aytgan deyshadi. Aynan shu narsa bo'yichaki, yaqinda mana Instagramda ham faoliyat yurg'izaman. Pasti 5-6 oy bo'lib qoldi. Insonlar uchun manfaatli bo'lsin. Shu bir xil sharoiti bo'lmaydi trener olishga boshqaga. Ko'rsatib anaqa qilinadi, baribir misol uchun yelkangizni mana bunaqa joyiga mana bunaqa ishlanadi. Va ko'rsatib beriladi. Misol o'sha narsa bo'yicha chiqaryotgandim video. To'g'risi ko'nglim qoldi aka, mana shu narsadan. Endi men aytmaganman, imminni menikidagi forma bo'ladi deb. Yelkalarni dumaloq ko'rsatadigan narsa, misol uchun, grutilani o'stiradigan упражнение desam, kattaroq trenerlar ham, misol uchun, bilmayman, endi o'zbekni pastga tortadi, aka. U endi o'zbekman, men ham o'zbekman, bu narsa anaqa. Buni o'zbekni 100% pastga tortar ekanda. Yozishyapti-da, farma ishlatganingizni ham yozib qo'ying. Odamlarni aldamanglar. Bu yoq edi, bu yoq edi. Okey, u misol uchun endi farmasiz qila olmasa, sportni polniy tashlab qo'yish kerak emas-ku. Misol o'sha men ko'rsatgan упражненияларim misol uchun natural odamda ham ishlaydi. To'g'ri, unaqa farmadagi odamnikidagi agressivni katta mishcha qilib bermas-ku, uni ishlaydi. Chunki men o'zim shogirdlarimni rezultat qilyapman o'sha упражнениялар bo'yicha. O'sha ishlatadigan упражнениямni men video qilib chiqaraman, ishlagani uchun. Prosta ommaga ko'zbo'yamachilik, bu yoq edi, bu yoq edi, o'zim formamni yaxshi qilib turib, keyin ko'rsatib berishmasdi. Realni ishlaydigan narsani olib chiqaman. O'sha bo'yi ko'nglim qoldi-da. Keyin Instagramda nimadir video chiqarish manfaatli, kimgadir chiqargim kelmaydi. Boshida shunaqa ekan, men ham Instagram kirib ko'rganda boshida hamma bu yo'ga упражнениялар ko'rsatilgan, keyin o'zi u faoliyat to'xtagan, unaqa kontent qilinmaganda o'zi. Hozir aka mana farma deyilyapti. U sal ochiqlab bering shuni. Masalan, meni o'zim ham o'zingiz bilasiz, mana 3 oy bo'ldi zalga chiqish boshlaganimda, undan oldin umuman zalni eshigidan kirmaganman. Qanaqa bo'lishini faqat nimada, telefonda yoki shu через nimadir ko'rganman, lekin zalga umuman kirmaganman. Shu turnik brus tudasi taqib yurganmiz. Farma deganda u qanaqa bo'ladi? Masalan, sizdagi forma shunaqa bo'ladimi yo boshqa kishidagimi yo qanaqa bu? Menda misol uchun farmaga targ'ib emas, farmaga targ'ib deb moddalar bor, unga jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. U farmaga targ'ib emas. Lekin farma qilganingizda konkretniy bodybuilderga o'xshab forma chiqarasiz. Naturalda hech qanaqasiga katta yelkalar, bir Arnold Schwarzeneggerlarga o'xshagan, misol uchun Kevin Lebronlarga o'xshagan forma qila olmaydi hech qanaqasiga. O'zi farma bilan ham qilish olmayapti hozir unaqa formani. Farmani ham tushunmasdan shuni urgan zo'r bo'lib ketadi deb sotadigan trenerlar ko'payib ketgan juda ham. Aynan men bunisi demayman, lekin ko'payib ketgan juda ham. Oladi, nima qilishni bilmaydi, haftasiga 750 mg urib yuboradi yoki kam urib qo'yadi, o'zini anaqasida analizini ko'rmasdan turib. U qon analiz tahlillarini ko'rmasdan, misol uchun jigar, hamma joyni tekshirtirmasdan qilganning foydasi yo'q deb. Farmani ham farma qilgani bilan gрамотный kurs qilish kerak. Bu yerda soluv ketyapti-da. Soluvni o'ylamasa, ertaga forma zo'r, ichkaridan to'kilgan. Nima kerak bor unaqa? Undan ko'ra yo'q qiltirib bo'lib, yo'q semiz bo'lib, sog'lom bo'lib yurgan yaxshi-da aka. Ko'p hozir shunaqa narsalar. Farmada misol uchun oddiy testosteronni o'zi, agarda sizda hozir natural yurganingizda urug' foizi kam bo'ladigan bo'lsa, oddiy testosteronni o'zi polni 0 ga tushirib qo'yishi mumkin o'sha siz urug'ingizni. Farma qilganda.
butun kelajak uxladi degani-da aka, misol uchun. Xuddi shunaqa. Bitta dona bolangiz bo'lsa ham kelajakda yana 4 ta farzand kutayotgandirsiz siz. Bilmaysiz-da. Farmoni boshlab yubordingiz. Ertaga farzandli bo'lishim kerak, PKT qilishim kerak, poslekursoviy terapiya, davay deb bitta harakat qilasiz, qarasangiz farzand yo'q. Bitta tekshirtirasiz, spermogramma topshirasiz. Urug' foizingiz 0. Unaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Lekin bir xilda aytishga, endi farmoni yaxshi taraflari ham bor. Hayotingizga, misol uchun, kayfiyat qo'shadi. Testosteron baland bo'lgandan keyin baribir odam o'zgaradi. O'zi mana shifokor nazorati ostida bo'ladimi shu anaqalar? Misol uchun hozir men hayotimda unaqa do'konda narsa sota olmaganman-da, to'g'risi hech narsa sota olmaganman. Ya'ni men hozir to'g'ridan-to'g'ri borib kirsam, shu qanaqadir dabavkalar sotadigan do'konlar. Dabavkalar olsangiz bo'ladi, lekin farmon olamiz. Farmon olmayman, atak dabavkalar bemalol kirib o'zidan so'rab gaplashib sotib olsam bo'ladi, to'g'rimi? Ularga qanchalik ishonish mumkin deylik, mana qaysidir aynan do'konni aytmaylik, misol uchun ular baribir ma'lumoti bo'ladimi, ishonsa bo'ladimi yoki baribir so'ramda nima trenerga borib maslahatlashib, yo qanaqadir bir analiz topshirib, nimadirlardan keyin qabul qilish kerakmi? Misol men bitta keys bo'lgan bizda Izzat degan o'rtog'im bor, ko'rish ham mumkin. Mana shunaqa nimadir sotib olib ichgan, bilmayman, ancha bo'lib ketdi unga. Keyin birinchi o'rinda keskin semirib ketdi. Juda ham ozg'in bola edi, keskin semirib ketdi. Keyin mana bunaqa joylardan dog'lar, nimalarlar chiqib ketishni boshladi-da. Dermatologga borsa, shunda nima ichding deb oxiri shunga taqalishdi. Lekin iste'mol qilishni boshlagandan keyin уже сразу ham semirish bo'lgan, ham nima dog'lar toshib, oq nimalar bo'ladi. Shunaqalar toshib chiqib ketdi-da. Undan keyin yana lecheniya olib nimadirlar qilib xullas o'ziga kelib oldi-yu. Lekin aytmoqchimanki, yana shu savolga keladi. Trener misol uchun men sizga yo boshqa odamga borsam, u qanaqadir yo'naltiradimi meni, men borib bir analiz topshiramanmi, u qanaqadir shifokor nazorati ostida bo'ladimi yoki bundoq qarab, "Aka, mana ozg'inroq olgansiz, siz semizroq olgansiz, mana bunaqa narsa oling" deydimi? Tartibi. Misol uchun odam kelganda baribir o'zidan so'raladi-da, qanaqa kasalliklaringiz bor? Analiz topshirganmisiz? Misol uchun gormonlaringiz qanaqa? Hozirgi paytda juda ham rivojlanib ketdi-da. Misol uchun, prosta Instagramdan ko'rib borib ham gormon topshirib ko'rishyapti-da odamlar, o'zi tushunsa. Kimdadir bo'ladi, kimdadir bo'lmaydi. Misol uchun, bo'lmagan taqdirda kelib so'rasa, misol uchun, men gormonlarimni ko'rmoqchiman. Aytiladi, mana shunaqa gormonlar. Misol uchun, общий analiz крови, jigarga, ALT, AST, testosteron, estradiol, prolaktin tekshirtirib keling, ko'ramiz. Shunga qarab keyin sizga ovqatlanish boshqa yo'q. Misol uchun, estradiol tushiradigan dori aniq qilinadi, dabavka qo'shiladi yoki testosteronni ko'tarishga. Testosteronni ko'tarishga o'zi ko'p narsa marketing. Aptekada aptechniy preparatlar bor, ko'tarishi mumkin, lekin sport dabavkadagi men o'ylashim bo'yicha testo booster bir nima marketing ko'pchiligi. Lekin estradiolni tushirmaguncha baribir vес tashlash juda qiyin bo'ladi. O'shalarni birinchi o'chirtib ko'rgan yaxshi. Atagi o'shani odamning o'zida xohish bo'lmadimi? O'shanga harakat qilinadi. Trenirovka bilan, ovqatlanish to'g'irlash bilan normaga tushib olishga. Keskin vес tushirib oladiganlarga nima deysiz? Misol uchun deylik, oldin o'zimda bo'lardi. Men oldin nima erkin kurash bilan shug'ullanganman ancha mana. Misol uchun deylik, o'rtacha 70-71 kilo bo'lib yurardim-da. 71, 73, mana shu 68 va shunaqa yurardim. Bir xil payt vес yig'ib yuborardim, 85 ga chiqib qolardim-da. Misol uchun qanaqadir musobaqa nimadirlar bo'lsa, nima qilardi? Keskin nima dieta bo'lardi. Faqat nima cross, yugurish, boshqa va hokazo. Yana o'sha vesga tushib, sulayib, tarozdan keyin yana qo'yib. Hozir bizda ham xuddi shunaqa-da, sportda hozir, bizning sportda ham, misol musobaqaga tayyorlanayotganda 1 oy, 1,5 oy oldindan sushka boshlanadi, defitsit kaloriya, uglevod kesib tashlanadi, oqsil ko'paytiriladi, o'shanga yarasha preparatlar qo'shiladi. U organizmga juda ham katta zarar bo'ladi lekin. Nagruska. Juda ham katta nagruska. Tabiiy jarayon emas-da u shunaqa. Yoki keskin bo'lgani uchun, keskin bo'lgani uchun. Birdaniga misol uchun musobaqaga 1 yilda bizda kelmami? Yangi atletlar misol endi chiqish boshlaganlar 1 marta chiqadi-da. Chiqsa 1 yil davomida misol uchun ovqatlanib yuradi, uglevod ko'p bo'ladi misol. Mana ishlatilinadigan
preparatlar, misol uchun добавкаlar boshqacha bo'ladi-da. И уже musobaqaga yaqinlashganda kamayib ketadi. Suv bormi, tuz bormi, hammasi qisqaradi nisbatan. Oqsil ko'payadi. O'shani hisobiga organizm qiynaladi. Keskin vес tashlattiradiganlar ko'pchilikni ko'rsangiz osilib qoladi. Shunaqa bo'ladi. Osilib qoladi. Lanch bo'ladi. Odam o'zini yaxshi his qilmaydi-da. Bir xil bolalar bo'lardi, Elyor degan og'aynim bor, u ham ancha yil shug'ullangandi. Taroz paytda hushdan ketib qolib, unaqa bo'lib qolardi-da, tajida shunaqa bo'lib qolardi. Lekin o'shdan chiqib, hamma yer degan nima yesa, 2 kundan keyin, 1 kundan keyin o'sha nimaga tushardi. Da, o'sha paytda o'ylardim-da, lekin men misol uchun deylik 85 bo'lib ketdingiz, kilogramm bo'ldingiz, misol yana 73 ga qaytib tushdingiz, 70 kiloga qaytib tushdingiz. Tushgandan keyin ikkinchi o'sha qayta semirish, o'sha undan ham ko'p ves olib kelib qo'yardi-da, qanaqadir. Misol uchun 85 da yursangiz 90 ga chiqib qolasiz keyin, ozginadan keyin. Ya'ni o'shaning sabablari shunga borib taqaladimi? Ya'ni tez fursatda, ya'ni organizm o'ziga och qoldirasiz, organizmni. U stressga kirib qoladi. Keyin siz nima ovqat bersangiz ham u zaxiraga tiqaveradi. O'shaning hisobiga hazm pasayib ketadi, hazm qilish и ves olish kattalashadi. Chunki organizm ko'radi, yana bu menga ochlik beradigan bo'lsa, zaxiram bo'lishi kerak deydi. Stressga kirganning hisobiga. O'shanga zaxira oladi. Ortiqcha vazn, yog'lar, boshqa bo'lib ketib qoladi. Ko'pchilik anaqada o'zi mana musobaqaga tayyorlanganda toza ovqatlanadi, faqat o'shani sifatli ovqat yeydi, sifatli oqsil, sifatli uglevod yeydi. Oshiqcha kerak emas. Misol uchun burgerlarning uglevodlari kerak emas-da. Meni o'zim shaxsiy fikrim, ko'p anaqa fanda ham bu anaqa aytilgan. Unaqa narsa yeyilmaydi. Asosiy shu kerakli bistri uglevodlar, guruch, anaqa makaronlar qilinadi. Keyin o'sha musobaqa o'tdi, ko'pchilik nafsini tiymaydi, farqi yo'q tiqib tashlaydi, fast food, osh-posh, sudda tiqib tashlaydi, yog'li ovqatlar. Sразу o'sha organizm bu yerda anaqadami, ochlikdami, o'ziga zaxira yig'ib tashlaydi tezlik bilan. Bu yerda pochka o't qopi o'sha payt yaxshi ishlamayotgan bo'ladi. Birdaniga ovqat tushganining hisobiga unda atkaz bo'lishi mumkin, atyoqlar bo'lishi mumkin, oyoqda, yuzda, boshqa ish bo'ladi baribir. U ham anaqa zarar bo'lib qoladi lekin. Hozir mana aytdingiz-ku, burgerni oqsilidan ko'ra boshqa anaqani oqsili. Mana to'g'ri ozish bor, noto'g'ri ozishmi? Ozish ham, ves olish ham. To'g'ri ozish, noto'g'ri ozish emas. Nima deydi? Oddiy misol uchun sportivniy telosложение qurish bor, semizlikdan pastga tushishda, oddiy tana qilib ozish bor. Misol uchun oddiy tana ozmoqchi bo'lsangiz, unda faqat kaloriyani o'zini hisoblasangiz bo'ladi. Anaqa sportivniy telosложение qilaman deydigan bo'lsangiz, unda kaloriya katta rol o'ynamaydi. Oqsil, uglevod, yog'larni hisoblab yesangiz normal bo'ladi o'zi. Kaloriya rol o'ynamaydi yo'qda. Misol uchun menda hech qanaqasiga kaloriyani hisoblamayman. Faqat kerakli oqsilimni yeyman, kerakli uglevodimni, kerakli yog'imni yeyman. O'shani o'zi yetadi. U kerakliligini qanaqadir analizlar bilan bilib olgansizda, qaysi etapda yoki masalan men qanaqa bilib olishim kerak yoki ko'rayotgan odam deylik masalan. Misol uchun ves tashlashga qilinadigan bo'lsa, uglevod polivon qisqartiriladi. 2 gramm, 3 grammdan har bir tana vazniga, har bir kilosiga hisoblanadi. Misol uchun 2 grammdan bo'lsa, 80 kilo bo'lsangiz deylik, ozishga 2 grammdan hisoblasangiz, 2-3 grammdan, 2 grammdan o'rtacha hisoblasangiz, minimum 160 gramm uglevod yeysiz-da bir kunda. Bu degani salkam 200 gramm guruch degani. 200 gramm guruch yeysiz, quruq holatda pishgani o'sha ancha narsa bo'lib ketadi. Ancha misol 300 grammlar bo'lib qoladi, 300-400 gramm bo'ladi. Ya'ni hajm katta, anaqa kam. Energiya kam. O'shanda yog'dan energiya oladi organizm. O'zi mana правильный питание degan nima oxirgi paytda juda trendga chiqib ketdi. Gap. Hamma qayerga qarasangiz shu to'g'ri ovqatlanish, nimadir. O'zi obrazni aytadigan bo'lsa, nimalar, ya'ni detalniy shart emas, nimalar iste'mol qilsa bo'ladi. Odatiy, misol uchun ko'rayotgan odam, deylik, ortiqcha katta puli yo'q, nimadir, qanaqadir nimadir sotib olishga
va o'sha правильный питание qilmoqchi, balkim ozmoqchi, bilmadim, balkim semirmoqchi yoki vaznni ushlab yurmoqchi, bilmadim. Obrazni aytadigan bo'lsak, keskin voz kechib olish kerak bo'lgan narsalar va nimalar ko'proq iste'mol qilish kerak va qanaqa odatiy ro'zg'ordan, misol uchun qanaqa расход bo'lishi mumkin. Ya'ni nimalar o'zi uchun sotib olish kerak iste'mol uchun. Bir xil YouTube'larda ko'rib qolamiz, o'sha ko'zga ko'ringan nima trenerlar, Xonsaroy, nima ambasadorlar, nima bir haftalik tayyorlaymiz konteynerlarga nimalar bir xil chiqib qolardi og'ildi. O'shandan kelib chiqib aytyapman-da. Ya'ni qanaqa bir obrazni tushuntirib bersangiz. Hozir aka ko'pchilik o'ylaydi, правильный питание qilishga ko'p pul ketib qoladi deb. Qaytamga kundalik ovqatlanishdan ko'ra arzonroq ketadi. Chunki hech kim uyida почти tovuq kamdan kam yeydi. Bizda misol uchun tovuq kamdan kam yeydi. Tovuq filesi mana o'zim korzinkada 56 ming so'm 1 kilosi. Bu 1 kilosi misol uchun kuniga 400 grammdan yesa 3 kunga yetadi yoki 300-400 grammdan yesa. Guruch misol uchun 20 ming so'm. Basmati yaxshi anu uglevod balandroq guruch oladigan bo'lsa. Uje anu 1 kilo basmati kuniga misol uchun 200 grammdan pishirib yesangiz, 4 kun 5 почти 4 kun 5 kunga yetadi. Menimcha qimmatga aylanmaydi hech qanaqasiga. Oddiy suvda qaynatib yuraveradi. Shunaqa nima bor-da, endi ba'zi odamlarda правильный питание desa, voy men unga отдельно nima qilishim kerak. Sразу qimmatli bo'ladi. Da, stereotip. Misol uchun hozir ko'chada o'zimni yaqinda sinab ko'rgan narsam правильный питаниеdan chiquvdim musobaqadan keyin. Qolagan narsamni yeb yurdim. Hisoblayman, bir mahal ovqatlanishim, fast food zakaz qilsam ham, osh zakaz qilsam ham, yo milliy taomdan bu narsa zakaz qilsam ham, почти 100 ming bo'ldi. Va o'sha 100 mingni men 4 kun yeyman, правильный питание qilsam. 4 kun, 5 kun yeyman misol uchun. Rostdan qimmatda. O'rtacha 45 ming, 50 ming atrofida-da bir porsiya osh hozirgi paytda. To'y oshi. 45 ming, 50 ming atrofida-da. Misol uchun 1 kilo tovuq pishirib yesa bo'ladi kuniga. Qancha oqsil bor ichida. 100 gramdan misol uchun 27-30 gram oqsil hisoblasangiz ham ancha bo'lib qo'yadi. Tovuq o'zi kamroq iste'mol qilinadi-da. Bizning Xalq o'zida shunaqa. Bizda endi anu o'zbekimiz bor, zig'irosh, yolu qo'y go'shti. Shunaqa. O'zim nima aytishardi, tovuq nima bozorini mana KFC kirib kelgandan keyin keskin oshib ketdi degan bir statistika ham ko'rdim. Misol keyin luklar nimalar o'zimiz brendlar keyin sal ko'tarilib qoldi. Shu odamlar tovuqni mazasini sal tushungandan keyin bozor ham o'sdi, vazminlar ochildi, boshqa bo'ldi. Endi hozir ko'rganimizdan bozorlarda ham tovuqni qovurib KFCga o'xshatib sotish boshlandi. Oldinlari unaqa bo'lmasdi-da. Unaqa bo'lmasdi. Endi odamlar iste'mol qilyapti. Oldin bo'lsa grill bo'lardi faqat. Bo'lsa grill bo'lardi. 6-7 yil oldinni qarasangiz, faqat grill bo'lardi bo'lsa. O'zi tovuq go'shti nima hamroq? Quruqroq ham, men tushungan ko'pchilik yoqmaydimi deyman. Quruq bo'lganini hisobiga. Quruq juda yeysiz, soussiz yeyish qiyin. Lekin rostdan qanaqadir o'sha правильный питаниеda ovqatlanish nimani hisobiga mana bunaqa qanaqadir bir o'sha oshda yoki hozir aytayotgan odatiy ovqatlarimizda ketmaydi-da u. Qanaqadir bir Qiyinchilik bilan. Qiyinchilik, rostdan qiyinchilik bilan ketadi. Atrofdagilar ham nimasi bor-da. Misol olib kelsang kimdir gapiradi. "O, sen bunday qilsanmi?" yo o'rtoqlaringiz bor-ku, misol uchun qayergadir borsangiz, misol uchun yaqinda nima tog'ga chiqdingiz, sinfdoshlar bilan Shuhrat, taniysan? Qoranolda nimadir zero kola bir bolalosi o'tiribdi bo'l temada o'sha yerda-da, tamomda. Voy, sen ozib ketding, bir bola nimadirlar, уже ommaviy bosim bo'lyapti-da, O'zimizda misol uchun oddiy mana правильный питаниеga targ'ib qiladiganlar ham chiqib правильный питаниеda yurish qiyin deb boshlashadi-da. O'sha o'ng taraflama bo'ladi-da. Zarba bo'lib qoladi-da bu yerda. Misol uchun 3-4 oy o'tirdingiz правильный питаниеda o'sha guruch anaqalarga o'sha o'rganib qolasiz o'sha narsaga. Keyin yolib yesangiz o'zingizga yoqmaydigan bo'lib qoladi. Organizm unutadi-da. Organizm unutadi. Lekin bu ham noto'g'ri narsa-da. Razna qilib bir haftada bir marta yeysiz. Cheat meal qilinadi. Nimadir Cheat meal qilinadi. Bir mahal xohlagan ovqatni yesa bo'ladi. O'zi keyinchalik misol uchun formani qurib olgandan keyin
почти 2-3 yil davomida правильный питаниеda yeb yurganingizdan keyin уже 2 mahalingizni правильный питание o'shani kerakli o'zingizga ovqatingizni yeb 3-4 mahalni xohlagan narsangizni yesangizdan formangiz buzilmaydi. Просто vaqt kerak unga. Endi O'zbekistonda baribir qiyin-da. Ha. Misol qarindoshlarimiz kelsa ham tartib nimadir ovqat qilinadi. Siz bo'lmasa osh qilinadi. Bo'lmasa osh qilinadi. yoki ertalabdan oshga boriladi. Oshga Nahorga oshda. Kaloriya sarflaydigan ishda ishlasa yoki masalan keyin zalga boradigan yoki zalni kechqurun zalga boradigan bo'lsa, ertalabdan baquvvat ovqat yeyish menimcha emas, bizlar tomonda masalan nima deydi, ertalab bosib yeyiladi, obedda ham o'rtacha, lekin kechqurun ham normal tiqiladi, hamma joyda ham, viloyatda ham, qishloqda ham, shaharda ham. Lekin nisbatan oilada shu kechqurun kamroq yeyish kerak deb o'rgatganlar. Xuddi mana shu narsa ertalab ko'p yeganimizni zarar bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Zarar yo'q. Chunki ertalab yedingiz, kuni bu energiyasini sarflay olasizda uni. Obedda o'rtacha yeysiz, ko'p yeb tashlamasdan. Kechqurunga o'zi misol uchun oqsilli narsa, misol sut qatu yoki kletchatkali, salat, svejili bo'ladi. Shunaqa yesangiz bo'ladi-da. Kechki paytga o'zi yolg'on tiqdingiz, tap uxladingiz, oshqozon kechasi bilan ishlab chiqqan markaziy nerv sistema dam olmagan oshqozonni ishlatishga anaqa harakatda bo'lgan. O'sha yog'iga 100% kortizol ko'tariladi. O'shaning hisobiga o'zi yog' yig'ish boshlanadi. Glikogen chiqib ketmaydi organizmdan. Glikogen chiqib ketmaganning hisobiga o'zi bu yerdan ketdi. Mana yeyish, mana odatiy, masalan, mana zalga chiqish boshladim. 1 oy, 2 oy, 3 oy bo'ldi. Yeyishim o'sha, masalan, har doim zaldan oldin ham qanaqa yeb yurgan bo'lsam, xuddi shunaqa, hozir ham xuddi shunaqa yuraman. Hech qanaqa bir nimadirlar, dabavka, unaqa narsa yo'q. Lekin ko'p kishi aytadi, ozib ketibsan. Qanaqadir ozibsan, yo endi zalga borayotganimni bilmagan odam unaqa deydi-ku, nimadir kasal bo'ldingmi yoki qanaqadir bir qiyin bo'libdimi yashash. Xullas, bu tomonlama gapiriladi. Ya normalniy deysiz. Borib endi zalga trenorovka qilgandan keyin shunaqa ketib qolyaptimi shundamanda? Yoki nima deydi siz misol uchun o'zingizga yetarli energiya ovqat yeb yurgansiz, siz mana shu oddiy o'zingizni turmush tarzingizni davom ettirgansizda, sizga bu yerdan почти 1000 kaloriya yoqadigan, energiya ketkazadigan joyingiz qo'shilib qoldi. Расход kirib qoldi qatdandir. O'zi ketadi-da. Siz misol uchun ovqat qo'shmasangiz unga kerakli. Ularga nima deysiz, aytishadi? Bu genim shunaqa, mana urug'im shunaqa bo'ldi, semirmayman yo bo'ldi. Men ham shunaqa deb yuraman. Bunda ham bor-da, misol bo'laman, nima qilsam. Gen, to'g'ri, gen juda zo'r rol o'ynaydi. Misol uchun genetikasi zo'r bolalar bor, misol trenirovka qilmaydi, og'rishda ishlaydi, lekin formasi trenirovka qilib yurganlarnikidan zo'r. Bir xillar bor, rostdan ham mana tug'ilgandan sal polvon bo'ladi, katta bo'lganda вообще polvonlashib ketadi. Tog'aynimiz bor, misol uchun tug'ilganidan o'sha yoshligimizdan taniymiz, 5-6 yoshdan. O'sha paytdan polvon bo'lgan, hozir 140 kilomi, 130 kilomi. Mana stolga sig'maydi hozir. Zalga necha marta top chiqishga harakat qildim, yur o'rtoq. Zalini ham tekin qilamiz, trenirovka ham tekin sanga yur. Faqat qil dedim. Yo'q deydi. Bir kun chiqadi, 2 kun chiqadi, hamma joyim olib ketyapti, o'rtoq chiqmayman deydi, yig'ishtirib qo'yadi. Mana shu keyin og'riq masalasida men endi o'zimdan kelib chiqqan savol beraman. Esizdami birinchi kun chiqdik, ikkinchi kun. Aytdim o'sha kun esizdami? Bu brat 100% Jasur aka ertadan chiqmaylar deb aytdim. Realni ko'rmaganman o'sha kundan keyin sizni. Yo'q, men bunaqa qilganda birinchi kun chiqdik, o'sha kun oyoq kuni bo'lib qoldimi? Chiqdik, ishladik. Ana Selutda syomka qildik, keyin ta'ziya bo'lib qoldik menda. O'sha menga to'g'ri keldi. Seshanba chiqdik. Chorshanba syomkadamiz. Syomkada bo'lgan vaqtda endi uydan telefon qolishdi, uyda janjal bo'lib qoldi. Shu bilan ketdim. Rostdan o'sha aytgan gaplari bo'ldi. Oyoqqa ishlaymiz, necha kilo? 20 qo'yilgandi maksimal u payt. Oyoqqa ko'taraman. Jasur aka degani bor. Shuni aytdim. Bitta aka men zinadan tushingda dedi, zinadan. Tushaman. Oyog'im mana ketib qolyapti-da endi. Birinchi marta umuman uni chetdan qarab turdim. Tochni kelmaydi bu, ertadan indin kelmaydi bu bratan dedilar-da. Xuddi shunaqa bo'ldi, lekin oyoq rostdan ham oyoq kuni og'ir ekan.
Вообще bilinib qo'ygan. Kecha ham oyoqqa ishlaganman, bugun ertalab turishim kelmaydi-da. Mana shu farmaga qaytsak, oldinlari juda nima bo'lardi. Endi hozir sal madaniyat dedim, savodxonlik dedim, ozgina oshib qoldi baribir. Nima deydi, hamma shu mediaga chiqib gapirishni boshladi, boshqa bo'ldi. Qanaqadir baribir holimiz bilan filtrlar bor, taxminiy bo'lsa ham. Lekin oldinlari aytishardi, bo'ldi, sen nimadir ichdingmi, bo'ldi, ertaga anaqa farzand bo'lmaydi, uxladi kelajak, nimadir degan gaplar bo'lardi-da. O'sha narsalar to'g'ridan to'g'ri nimaga qaratilgan va shunaqa o'zi holatlar bo'ladimi rostdan? Ya'ni aynan mana shu ximdabavkalar yoki biz qanaqadir ukol deymizmi, bilmayman, qanaqadir o'sha vositalar orqali aynan shu holatga olib kelib qo'yilgan holatlar realniy bormi hayotda yoki bu qanaqadir miflarmi bu shunchaki tarqalgan? Yo'q, bor narsa bu. O'sha boshida aytganimdek, o'sha sizni agarda spermogrammingiz o'zi past bo'ladigan bo'lsa, normal odamnikiga nisbatan past bo'ladigan bo'lsa, u farma organizm hisobiga testosteron tashqaridan kirgan sun'iy testosteron sizda svobodniy o'zingizda testosteroningizni Xudo tomonidan berilgan o'zingizga ishlab chiqaradi gormoningiz. U narsani o'chirib qo'yadi. Tashqaridan kirgan sun'iy testosteron. U narsani o'chirgandan keyin spermogrammingiz kaknikak tushadi. O'shani hisobiga, misol uchun 0 ga tushib qolsa, o'sha bo'ldi aka. Eko qilib ham iloji yo'q. Tosh ko'tarsa anaqa bo'ldi. Bo'y o'smaydimi? Bo'y o'smaydi. U gap ham bor, keyin harakat sekin bo'lib qoladi. Ozg'in qotmachi bolalar bir urib uxlatib qo'yadi yoki urush olmaydi degan tushunchalar ham bor. Unga qanaqa qaraysiz, misol uchun? Faqat figura qurib anaqa shunaqa bilmayman, aholi o'rtasida yuramiz baribir. Shunaqa gaplar baribir tarqalgan, holimizda ham yo'qmi? O'sha narsaga qanaqa qaraysiz? Men o'zimni hayotimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, aka, hozirgi paytda endi nima deydi? Men o'zim biznesni hozir u anaqa bo'yicha ham shug'ullanaman-da. Misol mahallada bolalar bilan lap urib, yo'q, cross qilib turamiz. Forma qilganingizdan keyin ko'chada farqi yo'q. Gapirishingiz shart emas-da. Bitta seriozniy qarasangiz, uzr dedi, ketadi odamlarning ko'pchiligi shunaqa. Baribir mana odam psixologiyasida bor, o'zidan yirik, anaqa bo'lib, katta bo'lib ko'rinsa, gabariti, qarashini o'zi yetadi bir xillarga. Bir xillar gapirib ko'radi. Endi bilmadim, u forma qilgandan keyin baribir chidamlilik oshadi. Baribir endi yoshlikdan duh bo'lib tug'ilgan bo'lsa, yoshlikdan duh bo'lgan bo'lsa, tanani foydasi yo'q, misol uchun. Endi men u narsani o'zimni bilmayman, chunki yoshlikdan men sport bilan shug'ullanib, urushib to'polon qilib, o'zim shahar bolasiman-da. Urushib to'polon qilib katta bo'lgan bolaman. Yoshlikdan u povod bermadim o'rgatishgan, misol uchun hech povod berilmagan. Bir xilli o'zichalik forma qiladi, nimaga? Baquvvat bo'lsa hamma mendan qo'rqadi deb. Lekin unaqalarga o'zi sal ish olgandan keyin unaqa o'qrayib qaraydi, qattiqroq gapirsa, o'zi burilib ketadi. Uzr aka deydi, men yo'lda adashibman deydi, burilib ketadi. Lekin tashqaridan ko'p joyda qaraydigan bo'lsangiz, tashqi ko'rinishga qarab gapiradiganlar ko'p. O'sha baquvvatroqmi? Siz nohaq, misol uchun, men ozg'inman, kichkinaman, baquvvat menga anaqa qilsa, meni to'g'ri bo'lib, u nohaq bo'lsa ham ketib qolaman. Men o'zim hayotimda ko'rgan narsam-da. Ko'p bo'ladi bunaqa narsa. Lekin baribir professional sportsmenlar buqa bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, urushmaydi ular. Aytganingizdek, qotmacha bola uruqlatib qo'yadi. Qotmacha oddiy bola urib uxlatib qo'ya olmaydi, hech qachon. Mana o'zi baribir holimiz bilan shunaqa gap juda ko'p eshitaman. Bu turishi faqat chayir. Shunaqa deyishadi. Tana qilgan urushni bilmaydi. Ha, shunaqalar bor, lekin misol uchun mana nima nazarda tutilgan, endi men tushunishim bo'yicha og'ir toshlar bilan ishlaganiga nima figurasi bo'lishi mumkin, lekin nima o'zi harakat sekinlashib ketadi deydi. Misol uchun u bitta urguncha seni urib tashlaydi, nimadirlar, qochib bir balolar, shunaqa gaplarni yoshlikdan eshitganmiz. Keyin qanaqadir bitta video ham bo'lardi o'sha payt. Men orqa tomoniga nimadir yopishtiradi, oddiyroq odam hamdoq oladi,
u endi kachoq missiyalar baribir baquvvat bo'ladi. Mana bundoq qilgandan keyin ketmaydi-da orqaga. Mana bundoq ololmagandan keyin o'shandanmi? Men ham necha marta ko'rganman-da. Endi mishitsi ko'p bo'lgani hisobiga ko'pchilik stretching qilmaydi, misol uchun cho'zmaydi, hech qanday paylarni cho'zib boshqa qilmaydi. Faqat og'ir anaqaga silovoy упражненияларga qaratadi. Anaqa stretching, cho'zish mashqlariga qaramaydi. O'shani hisobiga terilar cho'zilmaydigan bo'lib, paylar bukilmaydigan bo'lib ketadi ko'pchilikda. Уже tanada musha massasi kattalashganidan hisobiga по-любому orqaga qo'l yetmasligi bo'ladi. Kelgan o'sha harakatlanish kaknikak og'irlashib qoladi. Chem misol uchun 100 kilolik sen baquvvat bo'lsa ham, misol uchun go'shtli bo'ladimi yo yog' bo'ladimi, farqi yo'q-da. Unda ham harakat sekin. Okamniki misol uchun ixcham bo'lsa, baribir bo'ladi, epchillik tez bo'ladi-da. Misol uchun bizani yurak mana 100 kilo plusga mo'ljallanmagan-da, baribir. Qanaqadir hozirgi kunda bor, anaqa yoqib ketyapti. Bilmadim yo'q, vizualni ko'rgandami, chem toshdan ko'ra nima? Crossfit. Crossfitmi? Lekin u o'zi основной kaloriya uchunmi, qanaqadir bir kaloriya ko'p yoqish uchunmi, nimaga o'zi cross? U anaqa nima deydi, vыносливость, chidamlilikni juda ham talab qilar ekan. Men o'zim bir kun borib ko'rdim, menga emas ekan dedim, to'g'risi. Menga emas ekan dedim. Bo'pti, вообще. Chunki уже 2-3 ta raunddan keyin men uxlab bo'luvdim-da, уже yetdi. Boribsiz, men ko'rib borgim kelmay qolgan. Crossfitni. Men ham o'zi crossni ko'rgandan keyin o'zi qarab turman. Chunki orada podxotlarda masalan toshdan sagna podxot bo'ladi, 1 minut 2 minut хотя бы dam olinadi. Yo'q. Mana shundoq ketaveradi, yana yotib turadi, yana turadi, yana qo'yadi. Bu terlab pishib ketadi, lekin zo'r o'sha tomondan orqasidan mazza qiladi odam, lekin rostdan ham chidab bilgan odam borish kerak menimcha unga. Konkretniy xarakterli odam borishi kerak-da unga. Yo'q, qilaman mana shu narsani deb gapida qattiq turib oladigan odam bo'ladi-ku. Shunaqa odam borib, chidamasa, atak chidab bo'lmas ekan. Men chidolmadim, lekin realni chidolmadim. Ya menga emas ekandim, to'xtatdim o'sha yerda. Уже aytolman, ular 10 ta raundlab yugurar ekanda. 10 ta kurulab yugurib, u kuruv faqat yugurish o'zi emas-da. Bitta yugurib keladi, turnik, arjimani, kopto, shtangani ko'tarib, bir nimalar qilishadi, yana yuguradi. Dam olish yo'q o'rtada hech qanaqa. Endi bizda zalda misol uchun 100 kilo ko'tarasizmi, 200 kilo ko'tarasizmi, tap olasiz, taq 10 ta, 8 ta, 6 ta qilasiz, bitta qo'yasiz. 4 minut, 5 minut gaplashib, dam olib, nafas rostlab, sekin qilinadi. Endi etdi вообще lekin. Dihaniya ham kerak ekan-da. Dihaniya ancha kerak ekan. Masalan, kuch ham kerak-da o'rda qanaqadir. Men realni ko'zim yetmaydi unaqa qilishimga hozir. Real umuman ko'zim yetmaydi. U yo'lga boradigan odamlar ham shu o'zimizga o'xshagan odam bo'ladi. Masalan, kimdir zalga bordi, prям tosh ko'tarib, xullas shu o'shanga. Kimdir crossfitga bordi, ikkalasi ham bir xil. Bir xil nimadan borsa, bundagi baribir ancha qiyin bo'lar ekanda. Crossdagi вообще qiyin bo'lar ekanda. Crossfitdagilar misol uchun zalga keladigan bo'lsa, bizni oladigan misol uchun veslarni ola olmaydi. Biz boradigan bo'lsak, ularni kichkina ves olganiga ham charchab qolamiz-da. Kichkinadan ularda kolичество ko'p bo'ladi, shunaqa. Son juda ham ko'p-da ularda. Keyin mana bu zalni o'zida mana zal mavzusida. Kichkina vesda ishlagan qanaqa, katta vesda ishlagan. Kimdir aytadi, kichkina vesdan ko'proq ishlash kerak deydi. Kimdir aytadi, katta vesdan хотя бы shu что bo'ldi, tugadim men degandan keyin ham bitta podxot qilib oxirigacha olib borib, keyin to'xtatish kerak deydi. Qaysi bir qanaqa? Uni o'zini vaqti bor ekan uni. Misol uchun sushka paytida musobaqaga tayyorlanayotganda sechkalarni ko'paytirish kerak. Nima deydi? Mishitsada chizuvlar paydo bo'lib ketadi, mishitsani orasida. Bo'linishlar ko'payadi. O'sha paytda setlar qilinadi. O'shani yengilroq vesda 15 talab, 20 talab, 25 talab qilinadi. Keyin mishitsani misol uchun повторение ko'proq bo'lganda o'sadigan mishitsa bor, misol uchun qaysidir mishitsaga повторение ko'p qilsangiz yoqadi, massa oladi o'shani. Qaysidir mishitsaga katta ves bilan 8 ta, 6 ta yetadi. O'shani o'zi zo'r o'stirib beradi. Shunaqa joyi bor.
misol uchun massada paytingizda mana bu ves olishingiz kerak, go'sht o'stirishingiz kerak, u paytda по-любому katta ves ishlanadi. Chunki katta vessiz go'sht o'smaydi. Ha, katta vessiz go'sht o'smaydi. Yo'q. Ya'ni ves olmoqchi bo'lgan odam ham shu toifaga kiradi. Masalan, men deylik, Misol ves uchun olmoqchiman siz ham ves olmoqchisiz hozir. Mishsani o'stirmoqchisiz. To'g'ri texnika bilan kattaroq vesda ishlaganingiz yaxshi. Ko'p ishlagandan ko'ra. Ha. Kerakli anaqani подходni berish kerak mishsaga. Kerakli подходni berish kerak. Oshiqchasi уже u восстановлениеga charchaydi organizm. Mana shu восстановление temasi o'sha uchun ham qanaqadir narsalar, ya'ni qo'shimchalar, ya'ni nima emas, nima boshda ximiyami nimadir dedik, unaqa narsa emas, ichib yuriladigan bo'ladi-ku, gainer deydi, yana nimadirlar. O'shanaqani odamning vesiga yoki qanaqadir bir nimasiga qarab tanlanadimi yoki universalniy bo'lsa kerak, u narsalar ham baribir. Ya'ni восстановление uchun. Optga qarabda yoki misol uchun siz yangi boshlagansiz, sizga bitsami A kompleks misol uchun aminokislotlar qo'shiladigan bo'lsa, bitta porsiyasi misol uchun necha gramm bo'ladi? 15 gramm, 20 gramm bo'ladi. O'sha bitsa aminokislotlar o'shani o'zi yetadi sizga. Jahon aka keladi-ku zalga. Yoshlari katta. Oqsoch bo'ladi. Ha. Qo'lon. Yoshlari katta o'sha kishi. Bir kun mana bu ko'tarishga, короче, anaqa o'zi alohida qilinadigan trenajyor borki, endi qo'lingizdan yotib olib 45 gradusda ko'tariladigani borku, o'shanda unda ko'tarmadiku, mana alohida o'zi tekis ko'taradigan o'shani qilaylik dedik. U kishining patoglar ikkita bola o'zlari qilinayotgan ekan, qo'shilib olaylik dedik. Shu bilan qo'shilib ketib qoldik hamma narsaga. Chiqib qolib, "Hamnaqalar qilib, bu yoqdan qo'shilasanmi?" dedilar. Orada, "Ha, devorman." Ertasi kuni umuman tura olmadim-da men. Masalan, dushanba bo'lgan bo'lsa bu ish, chorshanba keyingi kun zalga chiqardim. Chorshanba ham chiqmadim-da, o'sha bilan trenorovka qilgandan keyin. Ya'ni menda o'zimni xayolimda anaqa bo'lib qoldim. Demak, qanaqadir восстановление bo'lmadi menda deb o'ylab qoldim-u. O'shandan keyin u kishining kunlariga chiqmaydigan bo'lib qoldim, qaysidir ma'noda. Boshqa kunga o'tib qoldim-da men. Ya'ni bular oxirida ham aytdilar-da, bular shunaqa bir men bilan trenorovka qilgisi keladi, shu bilan qaytib kelmaydi dedilar. Xuddi shunaqa bo'ldi. Mana o'sha nima qilishim kerak endi? Что nima восстановление bo'lishligi uchun хотя бы o'sha nima o'zim tempim buzmasligim uchun chorshanba, dushanba, chorshanba, jumani buzmasligim uchun. Siz anaqangizni bilmaylar-da. Siz sassiyaningiz qanaqa misol, siloviy показательlaringiz qanaqa misol uchun. Siz kichkina vesda ishlab yurgan bo'lsangiz, birdaniga katta ves berib yuborsa, по-любому odamni sindirib qo'yadi-ku. Realniy sindirib qo'yadi. Misol uchun, mishsaga birdaniga katta stress beraveradigan bo'lsangiz, ishlamayman deydi sразу. Восстановлениеga ham qiynalib qoladi. Misol uchun, birdaniga tap etib, misol 10 kilo ko'tarib yurgan bo'ladi. Ma, 100 kiloni dang'illatib ilib qo'ysangiz, hech qanaqasiga iloji yo'q. Organizm u narsaga ko'nikmagan. Misol uchun, sizni anaqangizni misol uchun grut ishladingiz-ku, mikrotravmalar oladi baribir. Shu mikrotravmaning orqasidan o'sish bo'ladi-da. Etki misol uchun aminokislotlar kirmasa, yetib kira olmasa, u sizni восстановление qilishga iloji yo'q. Katabolizm bo'lishi mumkin undaki. Birdaniga katta ves olishdi. Misol uchun katta ves birdaniga olsangiz, mishsalar katta yirtiladigan bo'lsa, u o'sish emas, naborot yo'qotish bo'ladi. Shuning uchun aytiladi, teoriya bo'yicha ham misol uchun u narsa tasdiqlangan. Haftasiga 1 kilo, 2 haftasiga 1,5 kilo shunaqa ves qo'shish kerak olayotgan vesingizga. Ha, haftasiga. Misol birinchi safar 10 kilo qo'shdingiz, keyingi safar 20 kilo qildingiz, undan keyingi safar 30 kilo, unaqa emas. Chem mishsani ko'niktirib, o'rgatib borish kerak bu narsaga. O'sha hozir boya aytdingiz-ku, bitsa o'sha narsalar demak menga foydasi bo'ladi. Vasстановлениеga yordam beradi. Misol uchun oqsil belok yedingiz, o'sha narsani mishsaga yetkazib olib borib berish uchun baribir aminokislot kerak. Aminokislot go'sht o'stirmaydi, lekin go'sht o'sishiga kerakli bo'lgan, misol uchun mahsulotni, misol uchun tuxum yedingiz, belok, o'shani yetkazib olib kirib berish uchun kerak.
Bo'yiga qanaqa ta'sir qiladi aka? Aytishadi-ku, yani og'ir ko'tarilib cho'kib ketasan, bo'ying o'smay qoladi. Cho'kish bo'ladi, qanaqa poзвоночныйlar orasidagi ochuv joylar bo'ladi, baribir gaz yig'iladi deyishadi. O'shalarning hisobiga cho'kish bo'ladi. U bitta uxlatib tursangiz joyiga qaytib o'sib olaveradi. Cho'zilib olaveradi. U misol uchun bir xilla aytadi, men 190 edi bo'yim, 180 bo'lib qoldi. Mana shu og'ir ko'targan. Bu bo'lmagan narsa. Ko'p eshitaman-da. U yolg'on narsa. Bo'lmaydi. U yolg'on narsa. Misol uchun meni o'zimda ham pashti 2023 dan mana 26-yilgacha men 2023 armiyadan qaytdim. 1 yillikdan. O'shani o'lchaganman, bo'yim 182 bo'lgan. Bu yil musobaqaga tayyorlandim 182 bo'yga. 182 bo'yda 8 kilo plusi bor-da. Men o'shani mo'ljallab tayyorlanganman. Borib anaqaga chiqibman, taroziga anaqaga santimetr bo'yi o'lchashyapti, 178 chiqyapti bo'yim. 3 yil ichida pashti 4 santimetr anaqaga raznica qilganda. Keyin birinchi musobaqamda 178 chiqyapti, ikkinchi musobaqamda 179 chiqyapti. U anaqa o'ynaydi baribir, aka. Sal o'ynaydi baribir. Chunki постоянный tikka yurishingiz bor, og'ir vez tushishi bor, baribir cho'kish bo'ladi-da. Unaqa lekin seriozniy bir 10-15 santimetr o'ynamaydi. Zalga chiqib o'skanlar bo'lishi mumkin, lekin cho'kkanlarni eshitmaganman. Turnik o'stiradimi qanaqa? Bir xil osilib turishadi bolalar maktab paytida. Bo'yi pastroq bolalar osilib, ana ertalab tortilolman, osilolman, ana bittasi. Yo, manda mana shu yoshligimda mana shu narsani qilganim foydasini hozir yuribman, ya'ni bilmadim bu genetikami, nimami bu. Masalan, mana shu holatim 10 yil oldin mana shunaqa bo'lganman-da. Real, masalan, rasm o'zingiz hayotingizdan kelib chiqib ayting, turnik o'stirdim. Bilmadim. Endi bilmadim. Lekin yelkam ozgina past baland qildi-yu, lekin bo'yini bilmadim. Anaqa qilmaydi baribir. Lekin bo'yiga foydasi yo'q desang to'g'ri bo'ladi. Misol foyda bor, nimaga? Misol uchun mishitsalar yaxshi o'sadi, turnikda cho'tki, misol qanot mishitsalari, bel mishitsalari zo'r rivojlanadi, yelka, qo'lda biceps ishlasangiz bo'ladi turnikda. U zo'r rivojlanadi, quvvatlar kuchlilashadi va o'zingiz vesingiz bilan chiqib tushasiz. Ular yaxshi, lekin bo'yga unaqa foydasi yo'q. O'zi eng yaxshi shu deyishadi, rostmi shunchalik? Men 100 qilish, turnik qilish, отжимание o'zini vesi bilan ishlash. O'zini vesi bilan ishlash eng zo'ri. Yaxshi. Misol oddiy misol sportga anaqa professional darajada kirmagan odamga, misol oddiy hayotda o'zini ishida yuradigan odamga, misol uchun sport emas-da ishi. Professional yondashmagan bo'lsa, eng zo'ri o'sha turnik brus. Tanani yaxshi ushlab turadi baribir. Turnik brus отжимание endi zalga расход qilish shart emas bo'ladi o'shanda. Endi holimiz bilan bir xilda vaqt bo'lmaydi, bir xilda hafsala bo'lmaydi, bir xilda Yo'q, vaqt bo'ladi, hafsala bo'lmaydi, okey. Pul bo'lmasligi ham mumkin. Ko'p mana misol uchun men og'amlarim bor, bir xillari ajratgisi kelmaydi pul. Bilaman. Misol uchun hozir bitta zalga chiqsangiz, necha pul? 8 ming, 9 ming baribir o'rtacha shunaqa to'lash kerak. Oyiga minimum o'rtacha 1 million deylik. Biz best trainer bo'lsa ham shunaqa to'lanadi. Bir xil pul qizg'anadi. Foydasi yo'q deydi. Hammada har xil nimalar bor baribir. Unaqa ham qimmat, lekin hozir aytgan narximiz qimmatroq, bilmadim. Masalan, o'zim biza borib yurgan, men borib yuradigan zalga ham Bitta 1 million, okey. Ya, 3 oylik qanaqadir to'lasangiz, u endi nisbatan arzonroq. Lekin yo'q, birinchi oy to'g'ri 8 ming to'ladim. Birinchi oy bordim, 8 ming to'ladim. Keyingi oyga o'rtacha baribir shu 8 ming, 9 ming mashida baribir. Sal bo'limeni anaqa akkuratniyroq, yaxshiroq, ha? Bitta ham bor. Joyini aytmayman. 350 ming. Misol uchun yangi zal ochildi, menimcha ko'pchilik bildi uni. 250 ming aka. 6 ming kvadrat joy. Qancha narx? 6 ming kvadrat joy, 250 ming so'm oyiga. Xollagan paytingiz, xollagan kuningiz, kuniga 2 mahal ham chiqsangiz bo'lar ekanda. Ko'p chiqib qoldi, men Instagramda ko'rdim. O'zim ham borib ko'rdim. Realni, Instagramda chet el zallarini ko'rasiz, shunaqa zal. Misol bitta trenajyor hech qaysi zalda 4 ta turganini ko'rmaganman-da.
Bitta dona trenajyorda unaqa holat ko'rmadim-da. Почти bir hadavoy ko'pchilik ishlatadigan trenajyorlarda почти 4 tadan anaqa turibdi-da, para turibdi-da. O'zi shunaqa brend ekanda, o'zi xalqaro shu ko'pligini hisobiga yutib ketar ekan. Ammo ajotaj bo'ldi-yu, mana ko'rdim, men ham chiqib qoldi ekan militsiyaga. Kirib kelyapti, mana bunaqa. So'rasa, anaqasidan qanaqa bo'ladi endi? Именно o'zim so'ramadim-ku. Ishga kirmoqchi bo'lgan bitta aka so'rabdilar. Narxini oshirmaymiz deyishibdi. Xalq maza qilsang, количествоdan yutamiz biz debdi. Biznes model shunaqa. O'sha kuni kiryapman, zalga ham misol uchun registratsiya qilishim kerak. Kamida 50 ta odam turibdi registratsiya qildirishga. Zallichiga kiryapman, atilatdan sanab chiqdim-da. Bitta-bittalab odamlar. 80 ta odam yuribdi. Hech kim yo'q o'xshab turibdi-da, aka. Trenajyorlarning bir 70% bo'sh yotibdi. Xohlaganingiz ishlasangiz bo'ladi. Misol uchun bizning zalda ko'rasiz-ku, almashib ishlovli bo'ladi-yu. Endi unaqa narsa yo'q-da. Shogird bilan ishlasangiz, naryo burchiga qo'yib, keyin adashtirib qo'yasiz, xatga qo'yib keladi, uni deb yo'qotib qo'yasiz. Men ham shogirdimni olib chiqdim bu yoqqa, misol uchun shug'ullantirishga. Realni shunaqa bo'ldi-da. Qaysi biriga tashlab keldim, buni deb o'ylab qoldim-da. Normalniy katta zal ekan-da. U endi nimasi bilan olmoqchimi? Bitta filialda o'zi shunaqa? O'z Toshkentda bitta, yana qolgan anaqalarda ko'p ekan. Toshkentda faqat bitta bo'lar ekanda. Yo'q, yana bitta ochilishi kutilyapti. deb eshitdim, mana bilmadim endi. Arzonligi, количество, keyin kattaligi hisobiga, lekin ancha gapirdi o'zi Instagramda ham turadi. Lekin trenajyorlar hammasi amerikanskiy Matrix firma. Zo'r ekan. Lekin o'sha rostdan videolarini ko'rganimda unaqa o'sha u yoqdagi zaldan ham ba'zi ukam video tashlardi-da. Shu bir xilda rostdan ham katta o'rtadan undoq qilib keltirilgan. Hop, shu zalga chiqaman deb boshlamay yurganlarga nima desak, men har mana bizning sinfdoshlar gruppaga sizda tema bor. Bo'ldi dushanbadan. Nima bo'lsa nima bo'lsa dushanbadan boshlaymiz. Sportmi, boshqa narsami, ishmi farqi yo'q. O'sha kelmaydi lekin o'sha dushanba hech qachon. Unaqa odamga hech qachon dushanba kelmaydi. Yo'q, baribir foydasi. Nima turtki bo'lish kerak, ya'ni nimadir deyish kerakmi? U kimdir o'zini turtki, misol uchun nechta odam yurak kasalligidan o'lib ketyapti. Misol yuragi yog' yig'ilib ketgan, yurak ishlamagan, o'tirgandan yurak bechora qon haydash sekinlashib ketib, qon quyilib ketgan. O'limni o'ylab chiqmasa endi bilmadim, boshqa narsa nimadan chiqadi endi. Misol uchun endi eski payt bo'lsa ekan, oilangni himoya qilishing kerak. Boshqa hozir bundoq 1-2 taq mana qildi yozib bersa, himoya qilib ketishyapti-da. U narsani qo'shish shart emas hozir. Misol uchun ko'cha ham yo'q-da. Misol uchun hozir 1-2 dek ko'cha. Yoshligidan o'zi bolalarga singdiriladi. Bir kun Korzinkadan chiqdim. Narsa oldim. Senga video tashladim eshitdim. Narsa oldim, chiqdim, mashinaga o'tirdim. 3 ta bola maktabda o'qiydi. 4-sinfmi, bilmayman, 5-sinf. Yosh bola. So'kyapti-da. Ayollar ancha odam turibdi. Onangni balonpiston og'zingga deb so'kyapti. Baxya dedim, ozgina gapirdim. Va shuncha odam turibdi. Ukam jinnimisan, yo bo'lsa. Menga mingasin mashina yosh bola, endi asabimizni boshiga bir urdim-da, keyin boshiga sekin boshiga bir urdim-da. Ozgina anaqa urishib qo'yishardi. Oldin yoshligimizda. Boshiga bir urib gapirsam, "Oka 102 qilaman" dedi. Telefon olibdi. Mana jinni bo'lib qoldim. O'sha yerda bor. Oldin bizni kichkinaligimizda, bo'ldi, xo'p deb qo'rqib ketardi. Endi emasda. "Oka 102 qilaman" dedi. Shunda olibdi, telefon olibdi. Endi gaplashib o'sha yerda ozgina anaqa qildim. Panyatga berib, keyin borib surib ketkazib oldim, lekin o'sha o'ylanmadi-da, bola-chaqasi. 1-2 qilaman, yozaman, sirrazida, umuman o'ylanmadi-da. Hozir eng yaxshi variant ham shu bo'lib qoldi. Yozish bo'lib qoldi-da. Misol uchun bittasi aniq kuni o'zimizni zalda bo'layotgan narsa. Kelyapti, trenirovka qilyotgandim. "Oka, trenermisiz?" dedi. Endi baribir erkak kishisiz, ustingizdan kulib ketsa jahli chiqadi. Kelyapti, "Oka, trenermisiz?" dedi. "Ha, trenerman." Nimaga aytsam? "Yo'q" dedi. Kulib trener ekan, bir nimalar. Qichuqib ketyapti, qo'pol qilib aytganda. Jahlim chiqdi, povod qidirdim keyin men ham. Gapirdim. Mana bunaqa edi, bu yoq edi. 2-3 tarafdan povod qidirib ko'rdim. Ana bo'lmadi. Uzr aka, uzr qildi. Ha, mayli dedim, normalniy bola ekan, qo'ydim.
anaqa qilmay qo'ya qolay dedim. Bu yoqqa o'tib trenirovkamni qilyotgandim, kelyapti-da. Okey deydi. Bilmayman-da bunaqaligini. Yo'q, bu zarli ozgina qonun qoidasini aytdim. Bilmayman-da, okey, uzr bo'ldi. Ya okey dedim, o'z yaqinni kiritilgan bu anaqa. Iloji bo'lsa qilmay shuni u chiroyli tushuntirdim keyin yana. Yurib ketib turib o'rtoqlariga borib gapirdim, qo'rqib ketdi deyapti-da. Va bu yoqqa kelgan dedim, nima deyapsan desam. Yo'q, okey, u yoq edi, bu yoq edi, o'zi atmasga qo'yapti. Cho'rt dedim, chumatdi, povod qidirdim, nega gapira olmading dedim. Aqling yetmadi-yu dedim. Sam og'aynilari qo'shilyapti, o'zi indamayapti keyin. Uzr, okey, noto'g'ri emas u bu deb. Tashqariga yurgan desam, 1-2 qilaman dedi, sirasi. Uzr, okey dedim, sog' bo'ling dedim keyin sirasi. Unaqalar qolmagan hozir. 1-2 qilaman dedi, sirasi o'sha yerda o'zi. Maktabda, o'qishda birga bir qo'yaveradigan. Davay deb yuboradigan unaqani yo'q-lek. Davay chiq qilaman, sol deb qo'yib berishardi, o'zimizdan katta sinflar, boshqa kattaroq akalar bo'lsa. Davay deb. Unaqa narsalar lekin yo'q-da, hozir yo'q bo'lib ketgan ancha. Lekin qaysidir taraflama yaxshi. Ya'ni masalan o'g'il bolalarga ishlamasa ham qiz bolalarga o'sha burzniki kerak masalan. Endi qiz bolaga to'g'ri kerak uni. Nima deydi? Men deb o'ylayman, o'sha bizning yoshlik paytlar yaxshi deb o'ylayman-da aka. Hozir chunki ko'rasiz, ikkita jins bir-biri bilan bir bolalik qilib ketyapti-yu. Shu bizning paytda misol uchun akalar misol salan qiz bolaga o'xshab yig'lagan bolani boshiga urib ustidan kulib tashardi, ana bola yig'laganiga afsuslanib ketardi-yu. Hozirchi ahvolni ko'ryapsizlar-ku. Menimcha o'sha paytdagi anaqa yaxshi edi deb o'ylayman men. Ana okalardan kalta yeb yurilgani yaxshi edi deb o'ylayman. Paytga berib qo'yishardi. Bir tepishardi, surlardi. U payt yana bizani uyga kirib, misol uchun aytsangiz, oyingizga yoki adangizga aytsangiz, "Xezali urmadingmi o'zing?" deyishardi. Bor o'zing hal qilib olgin. Orqangizdan chiqib, "Ne sen mana bolamni urding, ustingdan yozaman" degan narsa bo'lmas edi u payt. Hozir o'qituvchi bolaga tegsa, o'qituvchining ustidan yozib yuboradi ota-ona. Bizning paytda endi anaqa qilishmas-ku. O'qituvchini urganmiz-da, vaqti kelsa, endi u narsani javobini ham berib bo'lganmiz davlat yonida-yu. Shunaqa bo'lganda, endi bilmadim, hozir bolalar qattiq qarab ketyapti-yu. O'qituvchi maktab degan narsga o'sha sinfdoshlar ham bilmadim, bitta ikkitasi ko'rsa, men ham shu joyni tashlab qo'yaman-ku. Mana bu jismoniy tarbiya darsi bo'lardi-ku. Nimadamiz? Buxoroda, qishloqda. O'zimiz обязательно hamma joyda ham bo'ladi. Turibdi qator bo'y bilan, bo'y balandlardan boshlab kelgan. Turob domla deganimiz bo'lardi, ismlari Turob edi. Jismoniy tarbiyadan dars berardilar. Asabiy odamda o'zi hayotdan qanaqadir asabiyroq ko'rinadi. O'sha payt shunaqa ko'rinardi, lekin hozir endi ataka hozir yoshimiz katta bo'lib unaqa emasligini bilib olganmiz. O'tiribdilar. O'sha payt lekin rostdan asab bilan keldilar-da jismoniy tarbiyaga. Hamma turibdi. Hammani yig'ilib, boshda bolalar kopta o'ynab, to'ppa nimadirlar qilib o'tirganda, hammani yig'ilib o'tiribdi. Birinchi, ikkinchi deb sanardilar-da, ya'ni birinchi, ikkinchi, 1 2 1 2. Ketyapti boshidan. Birinchi, ikkinchi dedi birinchisi. Ikkinchisi, uchinchi, to'rtinchi dedi-da. Dars qo'yadilar ikkita. Birinchi, ikkinchi deb sanadilar-da, keyin ketdi 1 2 1 2 1 2 1 2 qilib. O'sha payt anchalar xayolda, o'sha payt o'qituvchini urgani, boshqa qilgani xayolmaganlar shu. Birinchi, ikkinchi dedi-da, bittasi birinchi, ikkinchi dedi-da. Bitta berdilar-ku, ikkinchisiga ham berdilar. Shundan keyin o'sha qolgan tushundi, manda qarab, bo'ldi. Birinchi, ikkinchi ketaverdi keyin. O'sha narsa har doim sinfdoshlar bilan o'tirganimizda eslasak, o'qituvchilarga eslasak, o'sha moment har doim eslanadi. O'zingizda qanaqa vaziyatlar bo'lganmi? Bo'ldi, yig'ishtirib yuboraman yoki bo'ldi, men kerak emas, boshqa narsa qilaman, boshqa ish qilaman degan va nima sabab bo'lgan shu narsaga? Va nima uchun qolgansiz yana qaytib? Birinchidan misol men o'zim yoqtirmayman bu narsani gapirishni, men oddiy oiladan chiqqanman. Moddiy taraflama baribir qiyin. Misol uchun musobaqaga tayyorlanayotganimda rostdan qiyin bo'ldi.
Ovqatlanishga pul topilmay qoldi, ovqatlanishga pul topilsa, farmaga pul topilmay qoldi, farmaga pul topilsa, ustozim yoniga borib shug'ullanishimga, misol uchun, Uzalga to'loviga pul topilmay qoldi. Kredit anaqa qildimda o'sha payt musobaqaga tayyorlanayotganimda. O'sha paytda o'sha moddiy taraf, finansiy taraflama rostdan qiynalganimda, chiqmayman musobaqaga ham, boshqasiga ham, trenirovkani ham tashiyman. Oldin axrani bo'lib ishlaganman-da. Axranada akalarimga aloqaga chiqib, bo'ldi, короче, axranalarga qaytib ketaman men. Menga emas ekan sport dedim. Keyin shu narsani o'zim ustozimga, Sherzod akam, shularga aytsam, "Yo'q, senda anaqa katta ehtiyoj, nima deydi? Sani qo'lingda katta imkoniyatlar bor hozir. Formang yaxshi, misol uchun, genetikang zo'r. Simmetriya chiroyli chizilgan, misol uchun, tana tuzilishi. Chiqsang yaxshi o'rin olasan, tayyorlangan. Yo'q, bu yoq" deb anaqa qildilar-da. O'shandan keyin ular aytdilar, keyin o'zimizdan misol zalda ishlayman, aytdi, xo'jayimizning boshlig'i ham, ularni ham ismlari Sherzod aka. Ular ham misol uchun finansiy mana zal nomidan chiqib o'tsalar-yu, sizlar deb misol ikkita she'riy chiqdi bitta zaldan. Finansiy yordam berdilar-da ular ham misol uchun. Men sizlarga yordam beraman, поддержка mana. Dajani biz zalga pul to'laymiz, arenda yo'q bor. Ularni ham daja minus qilib tashadilar-da. Bo'ldi, короче. To'lamay turlaring 2-3 oy mash. Tayyorlanayotganingni deb поддержка berishdi. O'sha bo'yicha keyin qolib ketilindi-da. Ikkiga mana musobaqada 3-o'rin bo'ldi. Birinchisi Jizzaxda chiqdim. Saralash, отбор viloyatlararo bo'ldi. 3-o'rin bo'ldi. Realni bosh og'rig'i bo'lib ketib qoldi. Chunki birinchi marta chiqishim, hayajon bor. Keyin ozgina nohaqlik bo'lib ketdi. Mana endi O'zbekistonda bo'ladigan narsa. Tanish bilishchilik nohaqlik yo'q. Unaqa bo'lib ketdi. Shashtim tushib qoldi. Dedim, o'zim ayblarim uchun yetdim keyin tayyorlandim. 16-da yana chiqishim kerak edi respublikaga. O'shanda tayyorlanayotganda уже tushunib yetdim, qanaqa tayyorlanish kerak, qanaqa disiplina, qanaqa intizom bilan tayyorlanish kerakligini tushunib yetdim. O'shanda tayyorlandim. O'shanda qilgan rezultatimda уже 2 hafta oraliq edi. 3-mayda musobaqa Jizzaxda bo'lgan bo'lsa, bu yerdan 16-may kuni anaqada bo'ldi. Chirchuvda bo'ldi. O'sha 2 haftaning ichida qanaqa rezultat bo'lganini o'zim bildim-da, realni. Tanada o'zgarishi normal rezultat bo'ldi. O'zi tushunib yetdim, konkret, intizom bilan o'sha qattiq harakat qilinsa, по-любому rezultat qilinar ekan-da. O'sha bo'yicha tushunib yetdim. Keyin o'zi bu yoqiga endi men fizikda, sport fizikda chiqqan bo'lsam, fikrimni almashtirdim. Sport fizikda emas, klassik fizikda chiqmoqchiman. O'shanga oldin misol uchun oyoq ishlash yoqmasdi. Hozir oyoq ishlab shug'ullanyapman. Oyoqda ham misol uchun o'sishlar normalniy bo'lyapti. O'sha disiplinani tushundim nimaligini, shu bo'yicha endi sportni tashlash yo'q, xudo xolasa deyman. Почти 3 yildan beri shu sport ichidaman. 1 yil bo'lib qoldi trenerlik qilib yurganimga. Yaxshi, rezultatlar bor, shogirdlarda ham, o'zimda ham. Keyingi yilga yana musobaqaga tayyorlanib chiqish niyat bor. Lekin men bilan birga o'sha tanish bilishlar yo'q, chiqqanlar ko'pchiligi zadniy berdi. Musobaqada qiyin ekan. Rostdan qiyin ekan. Hop, unga prizlari qanaqa? Misol uchun nima berishadi? Men umurimda ko'rmaganman, to'g'risi, qiziqib ham ko'rmaganman. Pul qo'yishadi odatda, to'g'rimi? Shu qiziqarli pul, interesniy pulmi? Yo'q. Normal. Yo'q. Interesnisi o'rin, aka. Nima beradi bu o'rinni? Misol uchun oldingiz 1, 2, 3 oldingiz. Misol uchun 1, 2, 3 oldingiz, o'zingizda qilgan rezultatingizni klientga ham qilib bera olasiz, shogirdga ham qilib bera olasiz-da. O'sha narsa plyus. Как tovarniy vid, o'zingiz reklama qilishingiz. Chiqasiz musobaqaga zo'r o'rin ko'rsatasiz. O'sha narsa bo'yicha reklama qilib chiqasiz. Mana shunaqa deb по-любому O'shanga ko'proq plyusga ishlaydi. keladi, shogird ko'proq keladi. Kechasi ko'p bo'ladimi lekin odam? Men umuman kechasi chiqmaganman. Kechasi aka har bitta trenajyorga 5 ta odam o'chirib bo'ladi.
trener bilan ishlasa yaxshi-da bolalarga o'sha payt. Kelib aka qoshib turing, tiqib olaylik deb tiqib boraveriladi-da. Trenerga do'st bo'ladi-da qanaqa? Ha, по-любому ana odam ham bundoq qaraydi. Trener u deydi, hozir bu narsa so'rasam, hozir yo'q desam, narsa so'raganimni bayon etmaydi deydi-da. Ha, bemalol aka deydi, по-любому. Shunaqa. Kech payt ancha nima bo'ladi lekin. Qiziq bo'ladi. Qiziq bo'ladi lekin. Oldin biz ham qaror men ham chiqaman-da, aka ham bunaqa chiqaman. Bir haftada 2 marta chiqaman-da, bir oy tashlab olaman. Keyingi oy boshida 2 marta chiqib qo'yaman-da, yana tashlab olaman. Mana shunaqa chiqaveradi. Meni ham normalniy chiqishni boshlaganim o'sha nimadan boshlandi? Sizlar bilan o'sha chiqqanda chiqdim. Boshqa qilib normalniy bo'ldi, keyin qanaqadir уже ishlarni biz ham bemalol 11lardan qilayotganda keyin chota bir ikki narsani o'zgartirdik, boshqa qilib ertalab 9danmi 9dan qiz bo'lmas короче, nechada ketamiz, nima qilamiz 9dan ish deganlar qilgandan keyin o'sha ertalab o'zi 9 ga zalga borardim. Keyin zalga bormadim, bir 2 hafta, 3 hafta bo'lmadim. Pul to'layapman, Ramfitga pul ketyapti. Keyin textayam ichiraveram, bormayman, o'z abonementini olib borarman deb shunday telefon qildim. Короче, Ramfit mana bunaqa to'lab berishingiz kerak. Undan ko'ra o'zim o'sha pul to'layman, borib trenorovka qilay dedim. Nimacha отказ qilmadim. O'shandan keyin ertalab 7 ga chiqishni boshladim. 7 dan keyin normal bo'ldi. O'shangacha bemalol ketardi. Vanfit lekin yomon qo'yganman-da ham. Bilmasdan sotib qo'yganman-da. Anaqasi bilan gaplashib, tushunmay mana bosib yuborganman. Bu nimadirlardan kreditlar olib tashagan. Tab olib bergan anaqani. Отказ qilmoqchiman. Endi men o'zi boshqa zalga chiqardim. U zal tekin menga dostуп bemalol-da. Telefon qildim, mana shunaqa отказ qilmoqchiman desam, birinchi oyligini to'laganman. Отказ qilib mana shunaqa, короче, sam 1,5 million shtrafini to'lab berasiz deydi. Bundoq qarorman, o'zi yana 4 millioncha to'lashim kerak-da. 2,5 million qo'shib 1 yil ko'ra ishlata qolaydi-da. Nimada men bu o'zim nasiya tipa shunaqa bor-ku, shunaqa olib beradi-da Vanfit. Через kого-то. Mana shunaqa olib beradi. O'sha bir martaga olsang nima ham undan yaxshiroq ekan, yana premium darajadagi. Menimcha push 30. Push 30 aka, ancha-muncha premium lekin. Push 30 da misol Vanfitizda 2 soat vaqt beradi. Push 30 da vaqti bemalol. Keyin unga Vanfitda misol uchun 30 ta 40 ta joy beradi-yu. Bitta zalga odamlarga 30 ta odam kira oladi bitta vaqtda misol uchun deyiladi. Push 30 da unaqa odam soni belgilanmagan. Keyin zallari ham vashshe unaqa maydachilar zalla emas, unaqa yaxshi zallar. Ular zalni tanlaydi-da, zaldagilar uni tanlamaydi. Vanfit kelsa zalga qo'yasizmi desa, zaldagilar yo'q deydi, mensimaydi. Vashshe shunaqa ekan. Men aytaman, ochib bering, men Vanfitmi deyapti-da, menga razviy qildim, mana bunaqa. Vanfitdan borsangiz ko'p zal mensimaydi. Men ham 2-3 ta zalga borganimda anaqa qilishmagan. Bardagisidan boshlangan. Peshay muomala qilish. Suv berib yuboring, inson daq etib qo'ygan stolga. Kam pul to'lagan hisobiga, menimcha nisbatan. Va pul to'laydi, o'zi rozi bo'lib, o'shanga shartnomasiga qo'l qo'yib. Ob'yom hisobiga ketadi. Misol uchun bir xil zallarda bir har soatiga 60 ta 70 ta odamga dostуп berib qo'ygan-da bir xil zallarda. Bu har bittasiga 45 ming 50 mingdan to'lasa ham kuniga misol uchun 400 ta odam kelsa, tasavvur qiling, qancha pul o'tib ketadi. O'zini abonement sotganidan normalniy pul tushadi-da. Har bitta kelgan odam misol registratsiya qildiradi-yu, o'sha bazaga tushadi. O'sha bazadagi nechta odam kirganligi bo'yicha har bitta misol uchun odamga nechta puldandir kelishgan bo'ladi-da. O'shani перечисление qilib tashlaydi. Hammasini записать qilib bormasangiz, уже o'tmaydi u. O'taveradi. Baribir Vanfit to'lab beradi ularga. Yo'q. Menga minus bo'ladi, lekin Vanfit to'lamaydi. Vanfitga plus bo'ladi. Atak u siz записать qilgan zalingizga plus minus yo'q. Borib skaner qilganimiz konkretni bo'ladi. Castle. Unda Vanfit yo'q. Castledami? U Vanfit
darajasi emas. Banfitdan ham arzon. Banfitdan ham arzon tushadi-yu. Lekin qanaqa ishlarga nechida ishlaydi u? Ertalab 7 dan kechki payt 12 gacha ishlar ekan. Onnasidan borib ko'rish kerak o'shanga bo'lsa. 7 dan ishlasa agar. 7 dan boshlar ekan. Hatto shunaqa katta zal ekan, 900 ta shkafda. Onasidan. Ha, anaqa ham aytdi-ku, tom nima tom joyda bo'lmaganlar uchun anaqasi ham bor ekan dedi mana. Mana bu shkafimni yo'qotib qo'yib, o'shanga anaqa qildim mana topib olishga. Nechinchi shkaf qo'ydim deyman. Endi baribir xayoldan chiqib ketadi. Lekin rostdan zalda men shuncha vaqt mana 2 oy, 3 oy chiqib tushundim. Qanaqadir bu kimlar bilandir ishlasangiz, o'z yoningizdagi odamlar bo'lsa, ketdik bo'lar ekan, kelding bo'lar ekan, ichkarida ishlayotganda, davay bo'lar ekan. Kimlargadir bitta ko'raman zalda ham, bitta o'zi ishlaydigan bolalar ham bor, qanaqadir bir shu mashina ishlab qo'yadi. Men nazarimni bilmadim endi, tochni qanaqa ishlayapti, nima foydasi bor bilmayman-ku. Lekin atak 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta odam bilan ishlash qiziqib ketaver ekanda odam. Ano, Jasur akadagi odam bo'lsa, misol uchun, menga ular bilan ishlash yoqadi. Nimaga? Ano, "Oke, mana buni ishlaymizmi?" desam, "Ketdi, davay." "Oke, mana buni ishlaymizmi?" desam, "Ketdi, davay, farqi yo'q." Ano, "Yo'q, oke, men bunaqasini qila qolaylik. Unaqa edi, lanjlanish, ves qo'shamizmi, davay." Anaqa yo'q, qaytish yo'q, davay. Bosish kerak, davay. O'shunaqa odam bo'lsa, birga trenirovka qilsangiz yaxshi. Hatto anaqa qayam kelmayapti-de, charchadim-de, kecha uyqu yaxshi bo'lmadi deb olib boradiganlar bo'lsa, u sizni ham tushirib qo'yadi. Yangi boshlagan bechoralarni ham qiynab tashlaydi, og'ir. Chunki oldin ertalab kelardim, ko'rardim-da. Aytganman bir marta, "Aka, qiynab yuborasiz bolani. Shashni so'ndirib qo'yasiz zalga bo'lgansam." Staryosh ko'radi endi ular baribir. "Yo'q" deydi, chiqadi. Erkak bo'lsa chiqadi. Lekin rostanda o'sha mamnaqa mamdo shu yelkaga mana shunda ko'tarayotganda 20 qo'ydilar, normalni ketdi. Ha, 40 bo'ldi, qarachi. U normalni ketdi. Keyin уже yana 20 qo'yishdilar. 40 qancha bo'ldi? 40 dan bo'ldimi? 80 bo'ldi. Nimani o'z og'irligi qancha anaqani? 20. 100 kilo bo'ladim. O'shani bitta ko'tardim. Tirs qildilar bitta. O'sha paytda grija olib qolish mumkin. Ha, 2 kun men aytib grija olib qolishi mumkin. Mana shu kuni aytdim mana. Grija faqat beldan bo'lmaydi, misol uchun bo'yindan bo'ladi-ki. Misol bitta tortdingiz, bo'yin mana pozonochniy baribir uzun mana tazgacha ketgan bo'ladi-yu, ulanishi. O'shani o'zida bo'yinga ham anaqa bo'lib qolishi mumkin-da. Bo'yindagi grija operatsiya bilan ham tuzalmaydi. Hech qachon pozonochniydagi travmalar operatsiya bilan tuzalmaydi. Yomon bo'lib qolishi mumkin-u, atak tuzalmaydi. Yaxshi bo'lmaydi aniq. Yo'q. 100% yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi bo'ladi qachon? Misol, o'sha yerdagi mushaklarni rivojlantirib, pozonochniga nagruzka tushmaydigan qilib, faqat mushakga mishitsaga nagruzka tushadigan bo'lgandagina o'shani pozonochniy orasidagi qisilib qolgan go'shtga nagruzka tushmasa o'shanda og'riq bo'lmaydi. Atak og'riq bo'laveradi. Operatsiya qilib oldirganingizda по-любому yana o'sib chiqadi joyiga. Oddiy tirnoqdan misolda chetini olib tashlasangiz ichiga o'sadigan bo'lib qoladi-yu. Xuddi shunga o'xshagan narsa-da. Armiyadan esladi. Sapokdan. Menda ham Chapoyoda bor shu esladi. Sapokdan. Bolalar ekan, o'sha paytda bolalarga o'sib ketdi, sanchasiga olib ukol qolmasdan kesib yuborardi. Ondan endi tirnoqni o'rtasidan anaqasini tiqardi, qars bitta sug'urib olardi bo'ldi. Bir yoq taraf yo'q, tirnoq. Hamma yoq tarafi yaxshi tarafi bo'lardi. Boylash ham yo'q, uni sapok kiyib ketaverardi, qonatib. Kelajakni qanaqa ko'ryapsiz endi aka o'zingizda? Maqsadlar, orzular haqida ozgina gaplashsak. Maqsadlarga hozir xudo xolasa mana shu sportda dalish ketish bilan bu yilga endi nasib bo'lsa yaxshiroq rezultat qilish, 3-o'rin emas, 1-2 olish xudo xolasa. Hozir O'zbekistonda katta ehtiyoj anaqalar bor. Qo'llab-quvvatlashlar bo'lyapti hozir, chunki bu sportga iminni ko'pda hozir anaqa
imkoniyatlar katta hozir bu yerda. Mana shu sportda ketish, Xudo xolasa plan shu. Международный musobaqalarga chiqish, просто trener bo'lib qotib qolishmasdan, konkretniy super atlet bo'lib musobaqalarga chiqib o'rinlar olish. O'zi bu yo'nalishda anaqasi pik qatgacha boradi. Misol uchun deylik musobaqalarga chiqib, Mister Olimpiada. Mister Olimpiadaga chiqasiz. U yerda shu hozir aytganimizdek yana shu qanaqadir уровеньga chiqdingiz. Birinchi oladigan narsangiz, to'g'rimi? Dalshi yana qanaqadir imkoniyatlar bo'ladimi shunda? Himoya qilasizda keyin bu yog'iga Mister Olimpiada misol uchun pro atlet bo'ldingiz. Bu pro atlet bo'lish uchun oldin hali O'zbekistonda pro atlet bo'lish kerak. U ham pro atletda ham birdaniga birinchi yildan berib yubormaydi baribir. Unga ham sizni proporsiyangiz, go'shtlaringiz o'sishi, qanaqa joylashishi, hammasi baribir hisob-kitob qilinadi. U oson narsa emas-da. Misol uchun hozir bizda o'sha Mister Olimpiadaga chiqib, misol pro atlet olgan, pro bo'lgan, pro kart yutgan odam bitta dona Jahongir aka. Jahongir Jo'rayev. Realni bo'ladi, proporsiya ham zo'r, go'shtli katta misol uchun. Nimami? Xonsaroydagi bratami? Shak-shak. Bahaka Sayfullayev emas. Bahaka ham birinchi o'rinni oldilar. Lekin ularda pro kart emas-da, Mister Olimpiada. Ularda ham zo'r, misol uchun anaqa. Bu yoshlari вообще нереальный. Necha yoshlar o'sha? 44. 43-44 yoshlar. Yetarli, nabiralarim bor deylar-ku. Ha, men ham ko'raman. Chiqib qoladi menga. Ulardan nima deydi? Yo'llariga borib nimadir dars olish shart emas-da. Ular shunaqa ochiq oydan video qilib gapirib qo'yadilar. O'shani o'zida trener yasab olsangiz bo'ladi o'zingizda, o'shani o'zini ko'rganning o'zida. Realni shunaqa ochiq oydan gapirib qo'yadilar-da. Tajriba bor. Yoshlari ham katta-da, o'shanga anaqa qiladilar, tortinmay, bemalol. Men o'rab ham gapirmaydi shu bittada. Dars bodring kalla deydilar. Bodring degan platforma ochib qo'yishdi yaqinda. Mana reklama qilib deylik. Lekin mana Mister Olimpiada ana u bratam borlar, Krismada 8 karra, 95-yilmi o'sha? 6 karra shakli. 8 karra emasmi? 6 karra emas, 8 karra deb o'qidim. 8 karra Ronni Coleman, 8 karra bo'lgan. Eski 2000-yillarning 99. Ana bratamni qora o'zi уже sal anaqa hassaga tayanib qolganlar. U 8 karra chempion bo'lgan. Mister Olimpiada. Ketma-ket. Mana shu olimpiadaga qatnashayotgan, umuman musobaqa deylik, musobaqada ishtirok etayotganda anavilar bo'ladimi? Qanaqadir cheklovlar bo'ladimi? Ximiyali bo'yichami yo vitaminiy qanaqadir tekshiriladimi? Masalan, tosh ko'targanda, dast ko'tarish nimadirlar bor. Unda doping testlar bo'ladi baribir. Doping test nimadirlar bor. Sizlarda ham bormi shu yo'nalishda? Qanaqadir natural yo'nalishda bor lekin. Natural yo'nalishda bo'ladi. Ha, Tekshiruv bo'ladi. tekshiruv bo'ladi. Mister Olimpiada natural emas-da, shunaqa? Natural yo'nalishi ham bor. Endi u yerda asosan ko'zga ko'rinadigani baribir farma bilan chiqariladi. O'shani nomi odam o'zi monsterlar chiqadi-da. Shunaqa. Natural baribir unaqa Yo'q, nereal yo'q. Haqiqatdan nereal. Men ham birorta nima ko'rgandim. Samarqand darvozada, Targov sentrida nerealni katta odam edi-da. Yonimdan o'tib ketayotganda shunaqa anaqa qilganman. Ancha bo'lib ketdi o'shanda. Ana har qatda bo'y ham juda baland. Pakinada pochka bo'ladi, unaqa emas. Bo'y ham вообще baland. O'zlari ham juda katta bo'lib, mag'lub bo'lib turibdilar-da, borku. O'shani bir marta shunaqa inson ko'rganman, lekin ana misol uchun zalga, boshqaga trenerlar borsangiz, undan ancha baland odam edi-da u, короче. Undan sezilarli darajada anaqa o'shanda ham Hozir okey, natural, nima deydi? Zalda trenerman deydiganlarni ko'rsangiz, nima deydi? Nechta zalga tushib ko'rdim-da. Misol uchun Toshkentda, Babenda kunduz kuni bo'shman, misol uchun bu yoqqa kelmayman ishxonamga. Boraman, qaysidir zalga ko'raman, razvedolab kirib. Trenerga o'xshamaydi aka. Realni trenerga o'xshamaydi. Formasi yo'q, muomala yo'q. Misol kelib zalga kiryapsizmi, baribir ko'rishasiz yurgan odam bilan. Menda immuniy shunaqa-da. Misol uchun o'zimizdan zalga ham kiraman. Tanigan, tanimagan hammasi bilan ko'rishib chiqaman. Charchamasman-ku, yo'q.
kirasiz, misol uchun salom berib, misol assalomu alaykum bundoq qo'lingizni cho'zsangiz, u sizni tanimaydimi, muomala qilgisi kelmaydi. Salom, haliyog' yegisi kelmaydi. O'qiraveradida. Bo'ldi, aka. Menda bo'ldi o'sha kuni. Muomala yo'q. Kirganimda Face ID ekan, nima turniket qo'yib qo'yishgan. Qarshi bo'ldi, chiqib ketyapman. Resepsiyonda qiz yo'q, chaqirsam hech kim yo'q. Yuribdi bittasi trenerman degan, lekin oyog'ida tapchika, anaqa ko'rsangiz kulgingiz keladi to'g'risi. Da, aka, nima qanaqa ochiladi desam, "Vanfitmisiz?" dedi. "Yo'q, vanfit emas, razvoy qilganman, ochib berdim." O'qib kelyapti, ensasida xotiradi. Shunaqaki. Onasini ensasida o'zi ko'rsangiz borib, mana bunaqada, sal semizroqda, lekin yo to'g'risida, men olib borib ham ko'rsataman kerak bo'lsa. Odamiylik kamayib ketganda hozir. Insofgarchilik. Misol uchun eski zallarga tushsangiz hozir eski atmosferalar bor-da. Hali ham misol uchun tushasiz, bitta trener hammasini o'zini ukasida, akasida, og'aynisida hamma kelib bir-biri bilan ko'rishgan, chiroyli anaqa bir-biri bilan trenovka qilishga to'g'ri kelgani, bugun nima ishlaysiz, xatti ishlaysiz yo'q, bir-biri bilan ishlagan, talashmasdan, tortishmasdan, eshitib qoldi aka demasdan, sonra alishib ishlayverganda. Hozirchi ishlayotgandim aka tegmay. U zal saniki emas, og'ayni siz yo'q men ishlayotgandim deydi. To'g'risida. Misol uchun alishib ishlasak, bu kamayib qolmaydi. To'g'ri, конечно. O'zi mana shu trenerlarni kim trener qiladi va qanaqadir nazorat bormi shular ustidan deylik, misol uchun bab xolimizmi yo'qmi? Misol o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir hujjat kerak, işte o'qita oladi degan to'g'ri. Nimadir yo'nalish bo'yicha ta'lim bermoqchi bo'lsangiz, обязательно o'zi biladimi o'z sohani degan. Chunki baribir xolimizmi yo'qmi, ayrim insonlarni ko'ramiz, bir xil noto'g'ri yo'naltiradi, nogiron bo'lib qolyapti, bir xil nima deyman, qayerdadir buni kirij orttira olishi yoki bo'lmasa noto'g'ri qaysidir tabletka nimadir iste'mol qilib, qanaqadir yomon holatga olib kelib qo'yish holatlari bo'ladi. Misol uchun o'zi mana shu Toshkent shahrida deylik, men zaldagi trenerlarni qanaqadir kimdir nazorat qiladimi, qaysidir tashkilot yoki nimadir hujjat talab etiladimi? Misol uchun men tashqi ko'rinishim yaxshi bo'lsa, nima deydi, o'sha nakachnik bo'lsam, borib trener bo'lib ishga kirib ishlasam bo'ladimi? Endi aka, bu sportda asosiy baribir opit, o'shani staj. Misol qancha yillar davomida shug'ullangansiz, misol uchun qanaqa opitingiz bor, shug'ullantirib bilish, misol uchun o'zingizda qanaqa rezultat qilgansiz, o'sha bo'yicha ko'proq bo'ladi. Atak hozir bir 80-90% trenerlarda trener degan sertifikat yo'q. Sertifikat olsa bo'ladi. Misol uchun o'zimizda akademiyalarda bor-da, Toshkentda ham mana shu fitness bodybuilding trenerligi bo'yicha akademiyalar bor. O'qisa, misol uchun o'sha yerdan trener degan sertifikat beradi. Lekin u 3 oylik o'qishida baribir katta narsa o'rganib bo'lmaydi. Asosiy opit. Lekin baribir uni ham o'qish kerak. Teoriyalarni baribir bilish kerak-da. Teoriyalarni bilmasdan bo'lib ketmaydi. Misol 80% opit bo'lsa, 20% teoriya bo'lishi shart-da baribir. Fiziologiyani bilishingiz kerak. Misol uchun mishsalarning tuzilishi, misol qanaqasiga qilsangiz, misol uchun qanaqa ishlaydi. Shunaqada, misol unda ishlagan narsa menda boshqacha ta'sir qilib qolishi mumkin-da. O'shandan o'zi men uchun muammo kelib chiqyapti. O'zi qanaqadir natijaga erishgan, davay menda bo'ldi, davay bos, men buni olasan, men buni qilasan deydi. Unga boshqacha ta'sir qilib qoladi. Naborot reaksiya berib qoladi. Shundan men uchun muammolar kelib chiqyapti. Yaxshi, Abdulloh aka, nima blitz savollar ham bor bizda, qisqa-qisqa. Tez javob berib o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. Bitta o'qiyman, sirazi qisqa javob beriladi. Xo'p, boshlaymiz bo'lmasa. Xo'p, eng yoqtirgan mashqingiz? Anaqa. Prisidaniya, oyoq. Eng og'ir ko'targan vazniniz qancha bo'ldi? 180 kilo, shu prisidaniyadan. Ha, prisidaniya 180 kilo. Bir kunda necha mahal ovqatlanasiz? 5 mahal. Go'shtmi yoki tovuq? Tovuq. Guruchmi yoki makaron? Guruch. Uyqu yoki mashg'ulot? Yo'q. Vasстановленияsi bo'lmaydi deb. Oyoq kuni sevimlimi yoki eng yomon kun? Hozir sevimli. Hozir sevimli. Ertalabki mashqmi yoki kechqurun? Kechqurunga. Ko'proq massa yig'ishmi, ko'proq yo'qotish? Yig'ish. Siz uchun eng katta sport maqsadi nima? Bir so'z bilan.
Sport maqsadi Sportda maqsad chempion bo'lish. chempion bo'lish. Mashg'ulotni tashlab ketishga eng katta sabab nima bo'lgan? Finansiy. Finansiy. Hop, bu sportni tanlamaganingizda qaysi sport bilan shug'ullangan bo'larsiz? Rukopashniy bilan. Rukopashniy bilan. Rahmat Abdulloh aka. O'ylaymizki, qaysidir ma'noda aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni ayta oldingiz. Agar qaysidir savolni kutgan bo'lsangiz u biza bermagan bo'lsak, albatta hozir imkoniyat bor, ochiqlab ketishingiz mumkin. Qanaqadir gaplaringiz bo'lsa bemalol yakun sifatida aytsangiz va shu bilan bugungi ko'rsatuvimizni o'z nihoyasiga yetkazsak. Yakun sifatida aytiladigan gap aka, zalga chiqish kerak, trenirovka qilish kerak. Farmami, ximiyami, sport добавкami, pol natural bo'ladimi, natural bo'ladimi, bu qilish kerak. Rezultat qilgan odamga hurmat qilsin demayman, просто negativ fikr bildirmasin bu odamlar. O'zi xizmat qilsin, mehnat qilsin, erishsin o'sha narsaga. Mehnatini bilsin, qanaqa sabr, qanaqa uni orqasida kuch ishlatilishi kerak. Shularni bilsin bo'ldi. Boshqa anaqa yo'q. Rahmat. Vaqt ajratib kelganingiz uchun yana bir bor tashakkur etamiz. Agar Abdulloh akaga qanaqadir fikringiz bo'lsa, bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. O'zlari ham trener sifatida faoliyat yuritadilar. Agar bog'lanmoqchi bo'lsanglar, birgalikda ozmoqchi yoki semirmoqchi bo'lsanglar, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Izohlarda yozsanglar, o'zlari ham xudo xohlasa ko'radilar, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Keyingi sonlarda ko'rishguncha fikringiz bo'lsa albatta yozib qoldiringlar va ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa video albatta like bosib, keyingi videoni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lishni ham unutmanglar. Hammaga rahmat.